Assalomu alaykum. Ushbu videoda kriptografiya fanidan asimetrik, ya'ni ochiq kalitli kriptografiya asoslari mavzusini ko'rib chiqamiz. Bunda bizda RSA algoritmi, elliptik egrik chiziqlarga asoslangan kriptografiya algoritmlari, kalt almash usullari, ya'ni Diffie-Hellman usulini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi, demak, kalitli kriptografiya turlari. Kalitli kriptografiya deganda shifrlash usullari nazarda tutilmoqda, ya'ni kalitni simmetrik usulda shifrlash va asimetrik usulda shifrlash. Demak, simmetrik usulda shifrlashda bizda kaltimiz bitta bo'ladi, ya'ni shifrlash va deshifrlash uchun bitta kaltdan foydalanamiz. Bu usul tez va samarali hisoblanadi, lekin bizda muammo bor. Aynan ikkinchi tomonga, demak, ma'lumotlarni almashish jarayonida shifrlash uchun kaltni qanday uzatamiz? Ya'ni kaltimiz hujumchi qo'liga tushib qolsa, bizda ma'lumotni o'g'irlash oson kechadi. Bunga demak, simmetrik kaltli shifrlash algoritmlariga misollar AES, DS algoritmlari hisoblanadi. Keyingisi asimetrik shifrlash algoritmlari. Bunda kaltlar juftligi asosida ishlanadi. Demak, ochiq kaltimiz shifrlash uchun, yopiq kaltimiz desifrlash uchun ishlatiladi. Lekin jarayon biroz nisbatan sekinroq kechadi. Kalt, lekin bunda kalit uzatish muammosi hal etilgan. Misol sifatida RSA, elliptik egrik chiziqli algoritmlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, mavzuyimiz RSAdan boshlasak. Eng mashhur asimetrik algoritm hisoblanadi. RSAning so'zining ma'nosiga keladigan bo'lsak, bu 3 ta olim, yaratgan olim nomiga qo'yilgan. Revest, Shamir, Adleman, ya'ni 3 ta olimning nomlarining bosh harflari olingan. 1977-yilda yaratilgan algoritm. Asosi katta tub sonlarga asoslangan, lekin natijani qaytarish qiyin. Sababi bu yerda faktorizatsiya muammosi yotibdi. Bu RSAning xavfsizlik asosini tashkil etadi. Demak, kalt uzunligi bizda minimal 248 bit, yuqori xavfsizlik uchun 2048 bit bo'lsa, yuqori xavfsizlik uchun 4096 bit talab etiladi. Kalt qancha uzun bo'lsa, o'zi shuncha qiyin hisoblanadi. Demak, tezligi aytganimdek sekin asimetrik shifrlash algoritmlarida simmetrikka qaraganda, demak, AESimiz dan 100 ming marotaba sekin bo'lishi mumkin. Amalda kalt almash uchun ishlatiladi. AES esa ma'lumotlarni shifrlash uchun qo'llanish sohalari HTTPS, TLS protokollari, SSH, PHP, elektron pochta raqamli imzolar, SSL sertifikatlarida ishlatiladi. Xo'p, bizda demak, asimetrik o'zi shifrlash jarayonini tashkil etish, samarali tashkil etish qanday bo'ladi? Xo'p, bizda demak asimetrik usul bor. Ikkita kalt yordamida ma'lumot almashishimiz mumkin, lekin bu jarayon juda sekin bo'ladi. Buni demak tezroq tashkil etish uchun biz simmetrik usuldan foydalanishimiz kerak, lekin bizda simmetrik usul uchun kalt muammosi bor, ya'ni bizda kalt bitta. Bu kaltni ommaviy tarzda oshkor qilmagan holda qanday ma'lumot almashishimiz mumkin? Shuning uchun bizda asimetrik usuldan ommaviy va shaxsiy kaltimiz bor. Shaxsiy kalt yordamida shifrlanadi. Demak, ma'lumot uzatuvchi tomonga biz asimetrik usulda ochiq kaltni jo'natishimiz kerak bo'ladi. Ochiq kalt yordamida, demak, xabar jo'natuvchimiz simmetrik usul kaltini shifrlagan holda ochiq kalt bilan bizga jo'natadi. Biz esa ushbu kalitni o'zimizning shaxsiy kaltimiz yordamida deshifrlab, asimetrik usul uchun kaltni o'zimiz ega bo'lamiz va shu asosda, demak, biz ma'lumotlarni tezkor shifrlangan holda almashishga erishishimiz mumkin. Bu degani faqat kalt almash uchun asimetrik usuldan foydalandik. Bu jarayon sekinlik bilan amalga oshgani uchun faqat kalt uchun foydalandik. Ma'lumot almash uchun biz, demak, simmetrik usuldan endi foydalanishimiz mumkin, chunki ikkala tomonda ham bir xil kalt bor. Demak, RSAning matematik asosiga to'xtaladigan bo'lsak, qanday ishlaydi? Ikkita tub son tanlashimiz kerak bo'ladi. 1024 bitli. Hozir bizda tasavvur qilishga oson bo'lishi uchun, demak, 61 va 53, ya'ni ikki xonali sonlardan foydalandik. Amalda bu, lekin 309 xonali son, taxminan endi bu 1024 bit sonimiz 309 xonali bo'ladi. Demak, ikkita son tanlashimiz kerak. P va Q endi belgilanishlar. Keyin esa ochiq kaltimiz ikkita eksponentdan iborat. Bu n va y. Demak,
Endi hisoblashimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Enimiz demak p va q tanlagan katta tub sonlarimizning ko'paytmasiga teng. Xo'p, ochiq kalitining eksponentasi 2048 bit bo'ladi bu. Endi 1024 2048 bit bo'ladi. Demak, biz nazariyani tasavvur qilish uchun kichikroq sonlardan foydalanyapmiz. Keyingi eksponentimiz ochiq kalitining y'ni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Tanlash uchun to'g'ridan to'g'ri tanlamaydi, shartlari bor o'zini. Demak, ochiq kalitimiz y va n dan iborat eksponentdan. Demak, y'ni shartlari y'imiz birdan katta va f'dan kichik bo'lishi kerak. F'imiz bu yerda Euler funksiyasi, ya'ni p-1 ko'paygan q-1 qiymatga teng bo'ladi. Demak, quyidagi qiymat, demak, y'imiz birdan katta, f'dan kichik bo'lishi kerak va e kubi 1 bo'lishi kerak. Ya'ni f bilan y o'zaro tub bo'lishi kerak. Keyingisi maxfiy kalitning eksponentasi, bu avtomatik tarzda bizda o'zimizda hosil bo'ladi y asosida. Ya'ni bu yerda d'imiz d bilan y'ni ko'paytmasining demak mod f'ga bo'linmasi 1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda ham bizda maxfiylik uchun ushbu formuladan foydalanish sharti tanlab olingan. Demak, bizda shifrlash uchun quyidagi formula ishlatiladi. Ya'ni kiruvchi matnimiz m ni shifrlash uchun m ni y darajaga ko'taramiz eksponentdagi va mod n ga qoldiqli bo'lamiz. Demak, bizda shunda shifrlangan ma'lumot hosil bo'ladi. Deshifrlash esa xuddi teskari tartibda m'imiz c darajasi d, endi d bizda yopiq kalit eksponentasi, yopiq kalitni o'zimiz tanlab olganmiz, shuning uchun bu faqat o'zimizda saqlanadigan ma'lumot. Shifrlangan ma'lumotni darajaga ko'tarib, mod n asosida qoldiqli bo'lamiz. Shu orqali RSAni demak asos mantig'i shundan tarkib topgan. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, elliptik egri chiziqlarga asoslangan kriptografiya, ya'ni elliptic curve kriptografiya. Qisqacha ma'lumotlar, bu yerda biz Weierstrass tenglamasidan foydalanamiz, ya'ni bu keltirilgan tenglama deyiladi. Asosiy formuladan ushbu formula keltirilib chiqarilgan, ya'ni y kvadratimiz x kub plus ax plus b formula asosida ishlaydi. Demak, kichik lekin kuchli kalit 256 bitli kalitdan foydalanadi. RSAdagi bu 3072 bitli kalitlar kuchiga teng, bu ustunlik beradi bizga, tezroq, RSAga qaraganda tezroq ishlaydi, kamroq resurs sarflaydi. Qo'llanilishi Bitcoin, raqamli imzo, TLS, Android kriptografiya, video, web autentifikatsiya protokollarida ishlaydi. Solishtirish uchun quyida ko'rsatib o'tilgan bitlar qancha RSAda qancha bo'ladi va elliptik egri chiziqli kriptografiyada qanday bo'ladi. Demak, RSAda 7680 bitimiz elliptik egri chiziqlarda 384 bitga taxminan teng bo'ladi. Ya'ni shifrlash uchun bu biz uchun juda katta ustunlik beradi, kamroq resurs sarflagan holda ishlashda. Xo'p, asosan tushunadigan bo'lsak, bu cheklangan maydon ustida ishlaydi, p dan kichik sonlar doirasida bajariladi. Ya'ni natija har doim 0 va p-1 oralig'ida bo'ladi. Elliptik chiziq tenglama bilan beriladi. Demak, quyida tenglamani ko'rib o'tishimiz mumkin. Xo'p. Bu yerda lazerdan foydalanadigan bo'lsak, demak, mana bizda formulamiz keltirib o'tilgan. Bu yerda diskriminantning sharti bor, ya'ni 4a kub plus 27 bu kvadratimiz 0 dan farqli bo'lishi kerak. Xo'p, nuqta qo'yishimiz kerak. P va y chiziqda ikkita nuqta olamiz. Shu demak formula asosida berilgan y chizig'imiz mavjud deb tasavvur qilamiz. Shu to'g'ri chiziqdan ikkita nuqta olamiz. P va q, ularning koordinatalari x1 y1 x2 y2. Ularni to'g'ri chiziq bilan bog'lasak, 3-nuqta hosil bo'ladi. Masalan, ixtiyoriy mana shu elliptik egri chizig'imizdan ikkita nuqta oladigan bo'lsak, shu ikkita nuqtani birlashtirish orqali to'g'ri chiziq hosil qiladigan bo'lsak, 3-nuqta qayerdadir hosil bo'ladi. Endi xuddi shuni teskariga ag'darish orqali, ya'ni egri chiziqni teskari qilish orqali bizda p va q ni yig'indisini hosil qilishimiz mumkin. Aynan 3-tushgan nuqtani soyasi, demak, bizga yig'indiga teng bo'ladi. Nuqtani qo'yish, demak, 3-to'g'ri bog'lasak egri chiziq hosil bo'lishini aytdik. O'sha nuqta x nuqtaga nisbatan ag'darsak, natija p bilan q bo'ladi. Endi bu yerda holatlari bor. Demak, p q ga teng bo'lmasa, lambdamiz y minus y1 ko'paytirilgan x2 x minus 1 ni minus 1 darajasi mod p yoki ikkalasi bir-biriga teng bo'lib qolgan holatda quyidagi formula, ya'ni 3x1 kvadrat plus a ko'paytirilgan 2y1 ni minus 1-si mod p.
Har ikkala holatda quyida yangi nuqta hosil bo'ladi. Koordinatalari quyidagicha, ya'ni lambda kvadrat minus x1 x minus x2 demak mod p, y3imiz esa lambda x1 minus x3 minus y1 mod p. Ikkita nuqta demak quyidagicha hosil bo'ldi. Bu yangi nuqtamizni koordinatalari bo'lib bizga xizmat qiladi. Xo'p, skalar ko'paytirish demak bizda ya'ni o'ziga o'zi kam marta qo'shish funksiyasidan foydalanish, ya'ni bu double and add algoritmi orqali bajariladi. Ya'ni k'ni siklik sistemaga o'tkazib, ikkalash va qo'shish amallari navbatma-navbat bajariladi. 256 bitlik k uchun bu 256 amal yetarli bo'lib xizmat qiladi. Demak, G'miz generator nuqta, ya'ni standart son. Hamma biladi, bu ommaviy tarzda tanlab olinadigan ommaviy kalt desak ham bo'ladi. K'miz tasodifiy son yopiq kalit. Bu ochiq kalit, bu yopiq kalit bo'ldi. K'miz esa demak generatordan standart nuqtadan bitta eksponentdan tanlab oldik deb tasavvur qilsak, ochiq kalitimiz q, k tasodifiy sonni ko'paytirilgan j, ya'ni generator songa ko'paytmasi bo'ladi. Endi ACDLP, ya'ni discrete logaritm muammosi, elliptic query discrete logarithm problem, ya'ni discrete logaritm muammosi xavfsizligimizning asosi hisoblanadi. Bunda berilgan nuqta k'ni topishning deyarli imkoni yo'q. Sababi demak egri chiziqlarda nuqtani qo'sh faqat oldinga ishlaydi, teskari amal yo'q. Mashhur algoritmlar mavjud, bularni buzishga uringan eksponentda murakkablikka ega, lekin buni sinab ko'rish amalda imkonsiz. Esnash kalit almashish usuli, demak vali bizda yopiq kalitlarni tanlaydi. Ular q, ya'ni bizda ochiq kalitimiz a uchun o'zini shaxsiy kalitini ko'paytirilgan j generator nuqtamizga, qubimiz esa o'z ali vali alohida tanlab olgan sonlarini demak j ochiq nuqtamizga ko'paytirdi. Ikkalasida ham demak ochiq kalitlar hosil bo'ldi. Demak, endi umumiy sirimiz esa demak ikkalasida ham hosil bo'lgan s da ko'paytirib quba, ya'ni ali validan ushbu qiymatni oladi, o'zidagi a ga ko'paytiradi, o'zini shaxsiy kalitiga ko'paytiradi. Demak, unda hosil bo'ladi da ko'paytirilgan db ko'paytirilgan j. Ya'ni bu yerda ochiq kalit bizga keldi, o'zini kalitini ko'paytirdi. Demak, keyingisi valda hosil bo'ladigan kalit ham o'zini kalitini ko'paytirdi ommaviy kalitga. Ommaviy kalitda demak quyidagi qiymat kelgandi. Bular demak faqat o'rin almashgan matematik jihatdan qiymati bir xil sonlar hisoblanadi. Kommutativlik tufayli ikkalasi ham esga ega bo'ladi, lekin hujumchi j qubini ko'radi. Esni topish uchun esa da yoki db, ya'ni ikkalasidan birining shaxsiy kaliti kerak bo'ladi. Ular esa ACDLP, ya'ni logaritm muammosi asosida yashirilgan bo'lib, amalda topishning imkoni yo'q. Xo'p, mana kalit almashish usuli demak keltirib o'tilgan. Alex kalit tanlaydi va o'zini ommaviy kalitni hisoblaydi. Shaxsiy kalit asosida ommaviy kalitni hisoblaydi. Bu xuddi shuni bajaradi. Ikkalasi kalitlarni almashadi va shaxsiy kalitini ko'paytirish orqali umumiy kalitga ega bo'lishadi. Mana oxirida ikkalasida ham bir xil qiymat hosil bo'lgan. Xo'p, Diffie-Hellman kalit almashish usuli. Bu usulimiz demak boya videomiz boshida ko'rib o'tganimiz, demak kalitni xavfsiz almashish usuli hisoblanadi. Nima uchun bu kerak? Aynan simmetrik shifrlash algoritmlarida kalitlarni xavfsiz almashish uchun. Xo'p, asosiy demak joyiga o'tadigan bo'lsak, ochiq kalitlar tasodifiy sonlar tanlaydi, valid tasodifiy son, ikkalasida ham faqat o'zi uchun biladigan maxsus sonlar, ya'ni kalitlar mavjud. Ikkalasi ham ochiq kalitlarni hisoblaydi, ya'ni bu yerda demak tasodifiy ochiq tarzda tanlangan eksponentimiz j tanlab olindi, ildiz, boshlang'ich ildiz, ya'ni primitiv son mod p juda katta tub sonimiz tanlab olindi oldindan 2048 bit. Demak hisoblanadi. J demak generator nuqtamiz, uni darajasida a shaxsiy kaliti, mod p alining ochiq kaliti bo'ldi. B-ni ya'ni valiniki esa b darajasi, j ochiq nuqtamiz darajasida kichik b o'zining shaxsiy kaliti, mod p valining ochiq kaliti, ya'ni bu ikkalasi ham kanalda uzatiladi ochiq kalit sifatida. Umumiy sirda oladigan bo'lsak, ali b-ni oladi, ya'ni b a darajasi mod p-ni oldi, uni o'zini kalitiga
demak darajaga ko'taradi. Ya'ni bu deganimiz J darajasi AB mod P bo'ldi. Valiniki esa xuddi shu u ham shu amalda amalga oshiriladi. Bunda J darajasi A B darajasida demak mod P, ya'ni J ko'paytir AB mod P, ya'ni ikkalasida ham bir xil songa qiymatga ega bo'lishdi. Ya'ni bu degani J darajasi AB B A ga teng. Hop, diskret logaritm muammosiga asoslangan bo'lgan, xuddi tepada ko'rib o'tganimizdek, bu yerda ham diskret muammosi diskret logaritm muammosi asos bo'lib xizmat qiladi. Amalda yechishning imkoni yo'q. Xo'p, bu yerda solishtirish ko'rsatib o'tilgan. Demak SS, ya'ni elliptiklarga asoslangan kriptografiyada algoritmlar tezroq amalga oshadi. Tezligi esa sekinroq erisadi. Xo'p, hash funksiyalar bu hozir bizda demak asimetrik algoritmlar kriptografiyasini ko'ryapmiz. Bizda bu yerda yana hash funksiyalar degan tushunchalar bor. Bu ixtiyoriy uzunlikdagi qiymatni bir xil qiymatga o'zgartiradigan funksiyalar. Ular bir tomonga ishlaydi, faqat orqaga qaytarib hisoblashni iloji yo'q. Ya'ni bizni xabarimizni hash qiymatini hisoblaydi. Umuman ma'lumotning hash qiymatini hisoblaydi. Hash qiymat esa faqat hash hisoblanishi mumkin. Hashdan asosiy ma'lumotga qaytib bo'lmaydi. Tez ishlaydi, kolliziya yo'q hash qiymatlarimiz. Ya'ni ma'lumotni qaysidir funksiya algoritm asosida boshqa qiymatga o'tkazildi, lekin bunda boshqa hosil bo'lgan qiymatni asosiy qiymatga qaytishning imkoni yo'q. Raqamli imzo. Raqamli imzo nima? Xabar haqiqatan bor ekanligini tasdiqlaydigan va o'zgartirilmaganini isbotlaydigan algoritm. Demak, odatiy imzoda farq uni qalbga kirishtirishning deyarli iloji yo'q. Imzolovchi yuboruvchi xabarning hashini hisoblaydi. Hash yopiq kalt bilan shifrlanadi. Bu raqamli imzoni tashkil etadi. Xabarni bilan imzoni birga yuboradi. Tekshirish. Qabul qiluvchi ochiq kalt bilan deshifrlaydi, xuddi asimetrik usulda. Demak, xabarning hashi qayta hisoblanadi. Ya'ni bu hashni o'zi hisoblaydi. Endi ikkala hash taqqoslanadi. Demak, mos kelsa xabarimiz to'g'riligi tasdiqlanadi. Asimetrik kriptografiyada demak maxfiylik, autentifikatsiya, yaxlitlik, inkor eta olmaslik, ya'ni non-reputation va kalt almashish xavfsizligi, kvant kompyuterlar ozroq tahdidi ham mavjud. Bularga to'xtalib o'tdim. Demak, asimetrik kriptografiyani demak uchala mavzuyimizni tizim tashkil etadi. Bu qanday? Muammo nima edi? Demak, xavfsiz gaplashmoqchi, ya'ni xavfsiz ma'lumot almashmoqchi, lekin kalt uzatsa kimdir o'g'irlashi mumkin, ma'lumotlarga ega chiqishi mumkin. Diffie-Hellman bu muammoni hal qildi, lekin Diffie-Hellmanda faqat kalt almashiladi, shifrlash yo'q, autentifikatsiya yo'q, kim bilan gaplashayotganini bilish imkonsiz. Erisa va shifrlash qo'shildi. Erisa ikkita muammoni hal qildi. Birinchisi autentifikatsiya, raqamli imzo kim yuborganini tasdiqlaydi. Diffie-Hellman esa mitim hujumi Erisa imzosi bilan oldin olinadi, ya'ni mitim hujumlarini himoyani ta'minlab beradi hujumlardan. Ikkinchisi kalit shifrlash, ya'ni kichik ma'lumot, masalan AES kalitini Erisa bilan shifrlash mumkin, lekin Erisa katta ma'lumotlar ishlatilmaydi. Demak, boshida ta'kidlab o'tganimizdek, ma'lumotlar uchun emas, faqat kalitlar uchun asimetrik usuldan foydalanib, asimetrik usul orqali simmetrik usul uchun kalt o'zimizga olib olganimizdan keyin demak ma'lumotni simmetrik usulda, tezkor usulda amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Esadasi xuddi shu g'oyalar, lekin kichik kalt bilan demak bizda bu demak endi yechimga ega bo'lgandan keyin uni samaraliroq qilish uchun demak ixchamlashtirish kerak bo'ldi. Aynan elliptik egri chiziqli kriptografiya algoritmlari demak xuddi shu narsani bizga yechib berdi. Amalda uchalasi qanday birgalikda ishlaydi? HTTPS da brauzer va server umumiy maxfiy kalt hosil qiladi. Bu kalt ochiq kanalda uzatilmaydi. RSA va ESDS serverning o'z sertifikatini raqamli imzo bilan tasdiqlaydi. Brauzer men haqiqatan ham masalan google.com sayti bilan gaplashyapman deb o'zini biladi. Kim bilan gaplashyapti, ya'ni qaysi sayt bilan ma'lumot almashayotganini server taniydi. Umumiy kalt yordamida barcha ma'lumotlar tez va simmetrik shifrlash bilan himoyalanadi. Uchala mavzuning o'zaro bog'liqligi Diffie-Hellman kalt yaratsa, RSA kim ekanligini isbotlaydi, esa ikkalasini kichik, tez va samarali qiladi. Bir bo'lmasa tizim to'liq emas, demak muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shu uchta demak
tushuncha bizda xavfsizlikning matematik poydevori bo'lib xizmat qiladi. Qo'llanish sohalari HTTP, TLS, SSH, kriptovalyutalar, FIDO2, web autentifikatsiya protokollari, MIME-S, ya'ni pochta protokollari, raqamli sertifikatlarda foydalaniladi. Demak, xulosa, asimetrik kriptografiya ochiq va yopiq kalitlar juftligi orqali ishlaydi. Esa katta son faktorizatsiyasiga asoslangan algoritm. Demak, uning uchun murakkablik darajasi yuqori uning. Esa ya'ni elliptik chiziqli kriptografiya algoritmlari kichik, xavfsizligi qiymati kichik, lekin xavfsizligi katta, mobil va zamonaviy tizimlar uchun ideal keladi. DeFi xil ochiq kanalda ma'lumot almash muammosini hal etib beradi. Bizda raqamli imzo aynan ushbu tizimni tashkil etib beradi bizga, ya'ni autentifikatsiya yaxlitlik inkor eta olmaslikni kafolatlaydi. Demak, yangi hosil bo'layotgan tizimlar ushbu muammolarga asoslanadi. Shu bilan slaydimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat.